Mana shu uyni ko'rib turibsizmi? Shu yerda pensioner er-xotin yashaydi. Ularning o'g'il farzandi yo'q. 4 ta qiz. To'rlasini ham turmushga bergan. Bitta qizini hayoti o'xshamasdan qaytib kelgan. Nimaga? Sharoiti og'ir. 9 yildan o'tdi. U qizini ham bir farzandi shu ichak kasalligi bo'yicha, yo'g'on ichak kasalligi bo'yicha 4 marta O'zbekistonda operatsiya bo'lgan. Sharoiti juda og'ir, qarzga botgan. Endi u qizi farzandim deb o'zini sog'lig'iga qaramagan. O'zini sog'lig'ida, tizzasida qanaqadir kasallik bo'lib, iring bo'lib ketgan. Uni zudlik bilan operatsiya qilish kerak. Uni Hindistonda qilarkan $7000 qilib beramiz deb. Lekin bularda 7000 tugul 7 so'm ham yo'q. Hozir endi bu qizni chaqiramizda, mana shu $7000 beramiz bo'lib. Uni quvonchini ko'rib siz ham maza qilasiz. Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Ha, mazangiz yo'qmi? Ha, keluvdim, bir chiqasizmi, gaplashadigan gap bor edi. Men shu uka Zulfiqorman. Chiqing. Bir insonni mushkulini oson qilish, uni quvonch ko'z yoshlarini ko'rish boshqacha. Juda ko'pchilik aytadi, shuni ko'rsatmagan berib bor. Yo'q. Men birovning ehsonini egasiga chiroyli tarzda shaffoflik bilan yetkazib borishni xohlayman. Assalomu alaykum. Oyog'ingiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Rahmat. O'tib ketgan hayit bayramlari bilan. Nima gaplar endi? Tinch. Zahro aytgandi, oilaviy sharoit uyingizni videolarini tashlab bergan edi. Shunaqa o'zi o'g'li kasal, o'zi o'shinga zo'rg'a yetkazib, men bir so'm yordam berib turaman. Qo'limdan kelgancha, lekin hozir tizzasida nima kasalligi u? O'zi tizzamni ishib yotdi, yeringni yiqqan. Hop. Sahrim bor birinchi tep. Shu anaqa Hindistonga bu yerda qiluvdik. Bizda bo'lmaydi dedi. U suyak o'tib ketsa kesib tashlaymiz dedi. Yo'q. Men anaqa loq qilib boryapti dedi. Bitta shu oyog'imni yaxshi qilib olsam, bolam anaqasiga yarasam bo'ldi. Dadangiz qo'rg'il bo'lib ishlaydi. Oyizchi? Ishlamaylar. Uy bekasida. Onam ham mazalari yo'q shu. O'g'il farzand yo'qda sizlarda? Yo'q. Hozir tirikchilik nimadan bo'lyapti? Endi bitta siz o'zingiz shu cho'loq oyog'ingiz bilan embalab beribsiz-a? Bitta shu farzandimni pensiyasi bor. O'shanga amal taqal qilib yetkazasiz. Hech qayerda ishlamayman. Chunki og'zim qurib qoladi, sahrim bor. Sahr bilan yaxshi yurdim. Hozir men oyog'im bunaqa bo'lib qolganiga hech qayerga ham chiqa olmayman, ko'p yura olmayman. Hozir $7000 ketamikan. O'sha 7000 dan 10000 gacha endi dedi. Bizda lekin bir insonni ehsoni bor $2000 da. Rahmat. Amallab nima qilasiz? Duo qilasiz. Endi imkon qadar harakat qildim. Bir zakotchilar topib beraman dedim. Lekin bitta narsada qarang. Men bir ish boshlasam, bir ehsonni yoki bir narsa olib chiqsam, shuni tagiga yakillab qo'ymasam ko'nglim joyiga tushmaydi. Mana yana $5000, $7000. Yig'lamang, tezda Hindistonga borib operatsiyani qildirib oling. Siz yurib ketsangiz, shu farzandingiz baxti kamolini ko'rsangiz, ota-onaga ayting, biz haqqimizga duo qilsin. Ikkita Toshkent akamiz, bittasini 3,5 bittasi 504 ming. Buxorolik akalarimiz Toshkentga boshlab qo'yganda o'sha hayitdan 2 kun oldin bergan edi, egasiga yetkazib qo'yaman dedim, shaffoflik qilib qo'yishim kerak. Shu uchala insonning haqqiga duo qilib qo'yasiz. Amin. Alloh kim ehson qilgan bo'lsa, hammaligidan Alloh rozi bo'lsin. Menga berishgan bo'lsa, Alloh ularga minni bersin. Hech qachon g'am ko'p dard ko'rishmasin. Ilohim farzandlarining rohatini ko'rsin, uyligida faqat to'y bo'lsin, g'am bo'lmasin. Hammaligini tani joyligi sog' bo'lsin. Rahmat katta. Xursandmisiz endi? Rahmat katta. Shu yerda ham qilib beramki, yo'qmikan deb yuruvdingizmi? O'ylayotgandim, chunki bolamni kelishmasini ham o'sha oxirgi payt o'zim qilolmay kuchim ham yetmay qolyapti. Siz birinchi operatsiyani qildirib kelib oling, keyin qolgan uy remontlarga ham yordamlashaman qo'ldan kelgancha. Qarab turmayman. Kelishdingmi? Boringizga shukur. O'zingiz e'tibor qiling. Chunki nimaga shuni oddiy berib qo'ysang bo'lmaydimi, ko'rsatmasdan? Yo'q, biz qilgan ehsonlarni egasiga shaffoflik yetib borganlarini. Qilgan ehsonchilar bu duolarni ko'rib, nima deydi? Kimdir ichib kayib qiladi, kimdir chekib, kimdir yurib. Men shunaqa mushkuli borlarning mushkullarini oson o'rtada sababchi bo'lib kayib qilaman. Aziz vatandoshlar, bu payshanbaligimizga 3 ta bemorimiz bor, haqiqiy haqdor. Tayyor turing. Biz hammalarni yaxshi ko'ramiz. Assalomu alaykum.